O'zbekistonda erkak kosmetologlar bor. Ular menimcha ikkinchi kasb qilib olishgan buni. Aynan kosmetologiya sohasida kosmetolog bo'laman deb bo'lishmagan. Ularning birinchi sohalari menimcha xirurgiya, plastik jarrohlik. Ular prosta menimcha kontrakt to'lash uchun yoki hozirda masalan zo'r hali plastik jarroh bo'lishmagan bo'lsa, tirikchiligini nimadan o'tkazish kerak? Qo'lidan keladi, meditsinskiy obrazovание bor. Kosmetologiyaga o'tgan juda ko'p erkak kosmetologlarimiz bor. Ular qayerdan keladi desangiz, ko'plari plastik jarrohlar, ko'plari dermatokosmetologlar, dermatovenerologlar. No, особенно masalan erkak kosmetolog bo'laman deb kelgani yo'q. Chunki bizning mentalitetimizga hali uncha bu to'g'ri kelmaydi. To'g'ri hali tushunishmaydi. Lekin men xohlardim bizda ham erkak kosmetologlar bo'lishini. Bilasizmi nimaga? Потому что bizning ham erkaklar haqli, chiroyli bo'lishga. Nimaga ularni ayollari faqat kelish kerak-da, erkaklar o'ziga qaramaslik kerak. Men xohlayman erkaklar o'ziga qarashini. Chiroyli-ku, bu yaxshi. Payg'ambarimiz zamonlarida ham erkaklarni o'ziga qarashga targ'ib qilingan. Soch soqol o'sib, ugrilar toshib, toshmalar, ulardan qolgan izlar. Почему бы нет? Men ularga faqat zaman. Agar shunaqa erkak kosmetologlar faqat kosmetologiya uchun ishga kelsa, men faqat xursand bo'laman bu narsadan.